qachongacha qon ko'paytiruvchi dorilar ichib yurasizlar-da, mana birodarlar qaraydilar-ey. Tabiiy yo'li mana oddiygina o'zimizni anorni sokini iste'mol qiling. Bir stakandan 200 grammdan deylik 2-3 mahal iste'mol qiling 1 oy 2 oy davomida. Qoningiz ham ko'payadi, ichki yaralardan ham qutulasiz va undan tashqari stomatitdan ham qutulasiz. Shunday. Aka buni 1 litr nech pul? 1 litr 30 ming so'm. Qayerda? Katta Qo'rg'on bozori. Bozornicha kirsangiz, mana shunday uskunachilarni qo'yib, akalar tayyor ko'zingizni oldiga tayyorlab berishyapti. Ana tabiiy dori bitta osmangiz 140 ming so'm qon ko'paytiruvchi. 15 kun olishingiz kerak. O'sha pulga siz 15 kun mana shuni uchun kamida 50-60% kalsiyga to'yinasiz. Suyak ko'magi mustahkamlanib, qon ishlab chiqarish yaxshilanadi hamda jigaringiz toza bo'ladi. Buyraklardagi muammodan ham butunlay qutulib ketasiz, xudo xolasa. Hech qachon yutqazmaysiz, birodarlar. Mana men o'zim ham olyapman hozir qiziqishga. Xudo xolasa ichib baho beramiz. Sog' salomat bo'linglar, Allohga omonatsiz xayr. O'zingiz va yaqinlaringizni asrang do'stlar.